onasining tilini tishlab uzib olgan farzand. 3-5 yoshli bir go'dak qo'shnisining uyidan tuxum o'g'irlab onasiga olib kelib beradi. Harom halolni bilmagan johil ona tuxumni bolasi qo'lidan olib unga "Mening aqlli o'g'lim, senga ofarin" deb peshonasidan o'pdi. Bola shu kundan boshlab har kuni yoki kunora qo'shnisinikidan tuxum o'g'irlab chiqa boshladi. Yillar shu tarzda o'tdi. Bola yoshiga qarab o'g'rilikni davom ettirdi. Tuxumdan tovuqqa, tovuqdan xo'rozga, xo'rozdan qo'yga o'g'irlik qilib yetishdi. Avvalgi tuxum o'g'risi bo'lgan bola ashaddiy kazzob o'g'riga aylandi. Chidab bo'lmas bir holatga keldi. O'g'rilik, kazzoblik bilan yurib bir kuni juda qabih jinoyat qilib qo'ydi. Qonun uni o'lim jazosiga mahkum etdi. O'g'lining o'limga mahkum etilganini eshitib, ona mahkamaga keldi va faryod qila boshladi. Yuzlarini tirnab, sochini yulib yig'ladi. Mening bu hayotda o'g'limdan boshqa hech kimim yo'q. Unga omonlik bering, ozod eting deb yolvordi. Qamalgan yigitdan so'radilar: "Sening oxirgi istaging bormi?" Avvaldan hukm etilganlarning so'nggi arzlarini eshitish odat bo'lgan. Shuning uchun undan ham so'nggi arzini so'radilar. Mahkum bunday dedi: "Bir kichik tilagim bor. Suyukli onajonimning muborak tillarini o'pishni istayman. Shul istagimni qondirsangiz." Mahkumning istagini ado etish uchun onasi uning oldiga keldi. "Suyukli o'g'lim, so'nggi marta tilimni o'pganingni men bir ko'ray" dedi. O'g'ri yigit onasining tilini tishlari orasiga oldi-da, uzib oldi. Til tap etib yerga tushdi. Shu yerda to'planganlar voy voy deb yuborishdi. Bu bola muncha qattol, shuncha jinoyatlarni qilgani yetmaganidek, onasining ham tilini uzib oladimi deb hayratlandilar. O'limga mahkum bo'lgan yigit: "Ey bu yerga to'plangan insonlar, bilmay bekorga ajablanmang. Mening hozir o'limga mahkum bo'lishimga sabab bu yomon tildir. U meni shunday qildi." Hamma taajjubda. Yigit davom etdi: "Men go'dakligimda qo'shnimning uyidan tuxum o'g'irlab kelganimda onam menga ofarinlar aytib, peshonamdan o'pgan edi. Agar o'shanda meni tarbiya qilib o'g'rilikdan qaytarganida, bugun bu o'lim jazosi menga berilmagan bo'lur edi" dedi. Ha, hayotda shunaqasi ham bo'lar ekan. Yana kimdir qo'li hamma yoqqa yetadigan, pul bilan omon qolsa, shu odam o'lmas edi deydigan bir odam, chindan ham u o'lmay qolishi, hayotda umrguzaronlik qilib yurishi mumkin edi. Biroq o'zi xohlamadi. Oxirat safari bilan hammani hayratga solib, ko'pchilikning ko'zini ochib ketdi. Nima bo'lgan edi o'zi? Alloh u kishiga bir dard yubordi. Tuzalib oyoqqa turib ketishi uchun qon quyish kerak ekan. Biroq uning qoni noyob
qon guruhlaridan biri bo'lgani uchun har qanday donorning qoni to'g'ri kelavermasdi. Donor qidira boshlashdi. Nihoyat shunday odam topildi. Xayriyat. Biroq u o'z qoniga juda katta pul so'radi. Bemorning yaqinlari so'zsiz aytilgan pulni beradigan bo'ldi. Biroq donor buncha pulni haqiqatdan ham berishadimi yoki yo'qmi deb ikkilandi va pulni oldindan talab qildi. Buni eshitgan bemor keskin bosh chayqadi va donorning qonidan bosh tortdi. Qonimni u ziqna, xasis odamning qoni bilan bulg'amayman. Unga o'xshab qolishdan qo'rqaman dedi va o'limni afzal ko'rdi. Bor gap shu. Bir kuni Imom Azam hazratlari yo'lda ketib borayotgan ekanlar, qarshilariga ko'zi qonga to'lgan buqa kelayotganini ko'rib, tezda yo'l bo'shatdilar. Buqa o'tib ketdi. Shunda do'stlari va atrofdagilar, "Hazrat, nima uchun buqaga yo'l berdingiz? Uni turtib, surtib qaytarib yuborsak bo'lar edi-ku" deb so'radilar. Imom Azam hazratlari shunday javob berdilar: "Yo'q, unda kuch bor, bizda esa aql." Bu voqeadan shunday xulosa chiqaramizki, Imom Azam hazratlari shu uslub bilan insonlarga ko'zi qonga to'lgan, aqliga egalik qila olmayotgan odamlar bilan tortishmaslik naqadar go'zal hikmat ekanini isbotlab bergan.